Isroil o'z axloqini yo'qotdi va G'azoni zo'ravonlik laboratoriyasiga aylantirdi. Amerikalik mutafakkir Mahmud Mamdaniy Nyu-York shahrining saylangan yangi meri musulmon Zahron Mamdaniyning otasi Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida G'azodagi voqealarni o'zini himoya qilish deb ataganida dunyoda hech kim Isroilga ishonmaydi deb ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil uzoq vaqtdan beri G'azoni qurol sinov maydonchasiga aylantirib kelgan va keyin uni G'arbning to'liq roziligi bilan chet elga sotadi. Mamdaniy 100 mingdan ortiq odam halok bo'lganiga, 10 minglab odamlar yaralanganiga va ommaviy ravishda majburan ko'chirilganiga qaramay, g'azoliklar bardoshli bo'lib, o'z yerlarini tark etishdan bosh tortayotganini ta'kidladi. U 1948-yilgi Naqba qochqinlarining so'zlarini keltirdi. Biz o'qlardan saboq oldik va endi hech qachon o'z yerimizni tark etmaymiz va bu xabarni global ahamiyatga ega deb atadi. U G'azoda sodir bo'lgan voqealar global burilish nuqtasi bo'lganini baholadi. Sektor aholisining qat'iyati nafaqat mintaqaga, balki xalqaro jamoatchilik fikriga ham ta'sir ko'rsatdi. Mamdaniy shuningdek, Nyu-York meri saylovlarida g'alaba qozongan o'g'li Zahron Mamdaniy haqida ham gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, o'g'li siyosatga g'alaba qozonish uchun emas, balki ijtimoiy adolat va Falastin huquqlarini ilgari surish uchun kirgan. Uning ta'kidlashicha, Zahron buvisidan intizom, ibodat, ro'za va axloqiy qadriyatlarni meros qilib olgan va bu bilan boshqa amerikalik bolalardan juda farq qiladi.